Darslarımda o'qiyman. Ha, studentmisiz? Ha, Gap yo'q. Akajon, bizni kanalimizda, bizni o'yinimizda bilet xarid qilgan ekan. Necha bilet xarid qiluvdingiz? Bilet raqamingizni aytsangiz. hozir aka 1 minut. Aha. 4391 bilet raqami. Ha. Judayam yaxshi. Sir bo'lmasa, bizni kanalimizga qanday qo'shilib qoldingiz? Kim tavsiya qildi? Do'stlarim asha aytgan uchun Anchadan beri ishtirok etasizmi kanalimizda? O'yinlarimizni kuzatib borasizmi? Yo, birinchi ishtirok etishingiz. Yaxshi. Katta ham Muhammad Chesli kanalida ishtirok etib, bizdan $1000 yutib oldingiz. Tabriklayman. 4391 biletingizga $1000 chiqdi sizga. Rahmat. Obunachilarga tilaylaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Yutganlar bor, yutkizganlar bor bu o'yinda. Aka, o'ynaylar, yaxshi o'ynagan, yuksak bo'larkan. Aha. Ishonch bo'ldimi? Ishondingizmi? Ishonch bilan aka. Gap yo'q. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Hozirga Operatorlarimiz sizga bog'lanishadi, pulingizni kimga qayerdan olishingizni o'zlari tushuntirishadi. hop aka rahmat. Mayli, xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Student bola ekanda. Gap yo'q, mayli. $1000 chiqib ketdi aziz do'stlar. Hali oldinda boshqa yana $1000 nechta qoldi? Adazam 3-4 ta qoldi menimcha. 3 tami. Nechta qoldi? Ha, 4 ta qoldi. 4 ta $1000. 50 ta 10.000 rubl.